Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdağa Corozi. Washington'da sözdeyimiz bugünkü islağa. 2023 yıl 12. ayının 23. günü. Haftaga şembe. Bugün leksiyalarımızı sözleştiğinden avval Amerika halkı sizlerden Christmas bayramınla tebrikleyimiz. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Meclisi'nin barlık azaları sizlerden Christmas bayramınla tebrikleyimiz. Aksaray, Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden sizden ve Prezident Joe Biden hükümeti azalarının Christmas bayramını tebrikleyimiz. Bugünkü vaziyetimizde neyse hürmetli vatandaş, Amerika Qo'shma Shtatlar hükümetinin prezidenti Joe Biden bugünlerden bir parça memuri buyruk imza koydu ve şundaklı 2024 yıllık devlet müdafiasiga hukuk berish kanun loyihasiga imza koydu. O'xshashli 22 günü. Shundan keyin yana bir vaziyat, balki vaziyatning eng oxirgi qismi ve bölümü bo'lib qolishi mumkin vaziyat. Bu nima? Jungoga munosabatlik. Masalan, Jungoning 4 chong bankisi, Yezigilik bankisi, Qurilish bankisi, Savdo Sanoat bankisi Rossiyada tijorat jarayonida Rossiya tajovuzchi armiyasiga yordam qilganligi uchun bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoning bu banklarni pul muomala sohasidan qo'g'lab chiqarishni qaror qildi. Va shundaqla Amerikadan ham qo'g'lab chiqarishni qaror qildi. Vatandoshlarim, men shunga dedim ki bu balki vaziyatning eng oxirgi bir bölümü, eng oxirgi bir qismi yoki Xitoyga ishiltadigan besimning eng oxirgi bir qismi. Biz mushu munosabat bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden hukumatining bu zo'r g'alabasini ham tabriklaymiz vatandoshlar. Bugungi vaziyatimiz shu. Hem bayram münasebeti bilen Amerika halkını, bütün Amerika halkını tebriklaymiz hürmetli vatandaşlarım. Endi sizlerge sözleydiğen leksiyalar mında vatandaşlar. O zaman Prezident Joe Biden Amerika'nın Rusya'nın devlet müdafaa sanatı qaratgan yangi embargo kanunuga imza koydu. Mavzuli haber 12. ayının 23. günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 12. ayının 22. günü cuma bir türlük memuru buyruq imza qo'yib Amerika'nın Ukrayna urushida Rossiyaning davlat mudofaa sanoati yordam bergan pul muomala organlarini embargo qilishni kuchaytirdi. Bu ma'muriy buyruq Amerika Moliya Ministrligining Jungo, Turkiya, Arab Birlashma Xalqligi ve yana boshqa Rossiyaning embargodan qochishiga yordam beradigan davlatlarning banklarini embargo qilishiga ruxsat qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya Ministrligining ministri Yellen haftaning 5. günü, yani haftaning 5. günü, yani 12. ayının 22. günü Rossiyaga qaratilgan Aksarayning yangi ma'muriy buyrug'i to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Amerika pul muomala organlarining maqsadlik va maqsadsiz holda Rossiya armiyasi bilan hamkorlashuvchi bo'lib qolmasligini umid qildi. Yana bir xabar, hurmatli vatandosh. Prezident Joe Biden rekordni buzib tashlagan bir ahvolda 800 milyard 860 milyon dollarlik
devlet müdafiyasiga hukuk berish kanun loyihasiga imzo qo'yib, bu kanun loyiha Jungoga qarshi turib, Tayvanni qo'llaydigan mazmunlarni o'z ichiga oldi. Mavzuli xabar 12 ayning 23-kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 12 ayning 22-kuni Cuma davlat müdafiyasiga huquq berish qonun loyihasiga imzo qo'yib, bu qonun loyihasini rasmiy qonunga aylantirdi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari davlat müdafiya siyosat qonun loyihasida 800 milliard 860 milyon dollar pul ajratib, yillik harbiy xarajatga ve türlük siyasetlerge işiltidi. Cümleden Ukrayna'ya yardım beriş ve Hindi Tinch Okeanı sahasida Jungoga qarshi turish siyasetleriga işletildi. Qonun loyihasida Ukrayna'ya yardım tedbirleri, yani Ukrayna'nın bexatarlik yardım berish tashabbusi 2026 yılının ahirigacha davomlashtirildi. Lekin Prezident Joe Biden Ukrayna'ga normadan tashqari yordam berish davlat majlisining yana 610 milyon dollar Ukrayna'ga yordam berishni tasdiqlashni talab qilib, davlat majlisiga sungan talablarini Cumhuriyetçiler Partisi mensuplari, Demokratlar Partisi mensuplari ko'chmanlar qonunini kuchaytirishni xohlamasa, prezidentning talablarini tasdiqlamaydiganligini bildirishdi.